Negativlarga men umuman nima qilmayman, chunki san'atda agar men bunaqa qilgan bo'lsam orqaga ketardim. Bu odamlarning gapini men e'tibor bermayman. Mana masalan san'atimga kim qarshi bo'lsa, uni dushman deb bilganman. Meni kim nima deb gapirishi meni qiziqtirmaydi. Bu gaplarga men e'tibor bermayman. Unaqa e'tibor berayotgan san'atkor bo'lmaydi. Albatta san'atkorda noni nimasi qattiq bo'ladi. Tishi temirdan bo'lishi kerak. Bu fikrlarga men naborat qayta ta'sirlanib yozaman. Bu menga hech ta'sir qilmaydi. Naborat kuchli bo'laman. Naborat qo'llayman. Alloh mana bu shunaqalarga qanchalik ilhomim, tarantim keladi naborat. Bu gaplarga men e'tibor bermayman. Reklamaga chaqirsa sizni nechi pulga borasiz? Yo'q, men pulini aytmaganman. Hech san'atda men biron marta to'yda mana shuncha berasan demaganman. Yo'q, sizni masalan $300 boryapman men. Aha, to'yga. $300 boryapman. Undan $100 ehson qilaman, $200 o'zimga ishlataman. Chunki men birinchi boshida Alloh bergan ovozda $100 dan masalan sekin-sekin bir nocharga kam-kam qilib masjidga mana shunaqa qilib kasal yotgan bemor odamlarga ham yetkazaman. Alloh shunda baraka beradi. Nimasini baraka foizini shunda Alloh beradi. Shu qo'shiqni muxlislarimga e'lon qilaman. Canım naradır, can bölesem o. Kanım ne içedir, ay kan bölesem o. Bölesem o. La la li 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 la la li la li la li la li la li la li la. Kıldım beni bidar, kılmadı şakla. Ay, ondan asam o. La la li 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 la.